men sudman. Yarash qilamiz mana shu yerda. Bu ham ayol kishi, ojiza bo'ladi. Jalab bo'lsa ham ayol kishi. Jim, Sadri, jalab bo'lsa ham, on bo'lsa ham, to'xta. Manga qaragansan, kimni jalab deyapsan? Tushunmayapsan meni tushunmaysan. Oming o'zingniki demoqchiman. Uzr. Siktirgan bo'lsam o'zingniki hayotim. Mani shaxsiy hayotimni muhokama qilish bunga emas. Bo'ldi. Xo'p, eshit, Sadri, siktirgan bo'lsam o'ziniki jo'ra. Asu, bu nima bo'lsam, bu ham non beradi. Sen menga bizlarga o'xshagan nonko'rlarga non beradi. Kelishinglar, gapir. Qaysi biring birinchi gapirasan? Gapirsinlar, eshitaman. Rasmga qo'yib qo'ydim. Asab qilma, Asu, chiroyli gapirsinlar. Chunki mana, qarang, gapirsinlar, eshitay qanaman oxirigacha. Sadri gapir. Sadri, eshit. Biz battle o'ynab o'tiribmiz. Lekin san emas, boshqa hamma qadarga urdi u yoq tarafdan. Sen yo'q eding. Balki tomosha qilib o'tiruvding, lekin yo'q eding sen. Nima qilding keyin? Asu. Qarang. Aka tushib turing deb men bosib yordim, tushib turing. Asu hech kimni ko'tarmay tur, jo'ra. Iltimos, hech kim aralashmasin. Eshitdinglar meni eshitdinglar. Muslim akam keldilar-da, bitta she'r urdilar. U yoq tarafdan 300 storisga shot bo'ldi. To'xtadik biz. Endi eshitdinglar. Biz to'xtadik. Keyin gostiga xuddi shunaqa gostiga chiqdi-da. Men bor joyda dedi. Buni dedi stopini bosaman dedi. Kim? Sadri aytdimi? Sadri aytdi va zapislari bor. O'zidan o'zi sakradi. Tamam. Bo'ldimi? Endi men gapiraymi endi? Gapirib bo'ldingizmi? Gapir, Sadri. Mujik bo'lsa tan olsin mana shunaqa gapirganini. Gapirib bo'ldingizmi, qo'y? Men gapirsam bo'ladimi endi? Bitta eshit, bo'lmadim. Qarang, men sizda bo'lmadim gapingizni. So'kinmayman, Sadri. Yo'q, so'kinmayman, qarang. Davay. Padilitsa keldi, Abdulaziz efir. Biz bitta sastrafmiz. Любой odam telefon qilsa, shunday ikkinchi telefondan ochib, hozir WhatsAppni ham ko'rsataman. Shunday Abdulaziz efirni Padilitsa qildi. Kirdimki, Asub bilan o'ynayapti. Shu dedim, Muslim akalar bilan dedim, salomonligi yaxshi dedim. Hozir meni ursam dedim, "Palibonmi?" dedim, "So'kadi" dedim, "Yo, tema qiladi" dedim. Bolalarga yozdim, "U tomondan xunuklar keladi" dedim. "Uringlar" dedim. "Shot katta bo'lsa o'zim chiqaman" dedim. "Ungacha" dedim, "Men chiqmayman" dedim. Akashaga aytdiki, "Sadri ko'tingni qis, sen urma, kecha o'zi yarashding, kecha jim bo'ldi. Agar hozir sen ursang, yana tema boshlanadi" dedi. "Bo'ldi, akashaka, men urmayman" dedim. "Urgan nima?" dedi. "Ko't aka, men urmayman" bo'ldi dedim. Bolalar men uchun chiqib urdi. Pastdan daji yozdiki, Sadri chiq tepaga dedi, gostiga o'tir dedi. Bitta gulam menga urilgani yo'q. Keyin tepaga chiqdim-da, men aytdimki, birinchi 2026-2027-yil meni yilim va meni akalarim yili dedim. Ikkinchisidan dedim, tushib ketdim, qaytib chiqdim-da, men dedim, shu paytgacha stopini bosib keldim dedim, ancha munchasini dalshi stopini bosaman dedim. Mana shu gapni aytdim. Asopa aytdilar. Dedilar, Abdulaziz dedilar, gostiga odam ko'tarma, ikkalamiz battle o'ynayapmizmi dedilar, battleimizni qilaylik dedilar. Keyin bo'ldi, sizlar qoshiqni uringlar dedim sizlar. Tushib ketdim. Bir og'iz gapirmadim, kommentariyaga mana shu odamni so'kmadi ham. Na bu kishini, na xunuklarni. Chiqib ketdim. Yo'q, eshiting. Gapirib bo'lmayman, siz bo'lmadimku. Eshit. Men gapirib bo'lmadim-ku, men imino aytmayman. Bolalarni men olib kirdim deyapman. Agar yo'q, Sadrini orqasidan kelmadim desa, stop kirganmisiz ularni? Tushunmayapsiz, mana bu o'yinga men chaqirdim deyapman. Mana shu o'yinga men chaqirdim deyapman. Biza vaqtga mustaqillar bilan bo'lganlarimizga bir-birimizga padilitsa qilganmiz, chaqirganmiz. Eshitinglar. Bu любой sostavga bo'l, bo'lgan. Sadri, meni bitta eshit, Jo'rajon, eshit. Asosiyna meni eshit. Bir provokatsiya xonada, provokatsiyadir, balki bu ham azarga kirib ketgandir. Men ko'rdim o'yinda, Abdulaziz bilan o'yin bo'ldi. Ko'rdim, katta shot o'tib ketdi, kallasidan ketdi, balki azarga kirib provokatsiya bo'laman. Men ham azar kirib birontasini so'kib qo'yaman. Kenglar, ikkalalaring ham meni eshityapsanmi meni Sadri? Rashid boshqa narsa bor. Eshit. Asu, bir daqiqa. Rashid aka, qarang aka, qarang aka. Erkak odam ayol kishini bilan olishadimi birinchi o'chiritda ayol kishi bilan? Erkak odam shu gapga javob bering aka. Erkak odam. Olishmaydi. Men javob beraman aka sizga. Men sizga javob beraman. Bu odam sizni orqangizdan chiqayotgani uchun men gapiryapman. Siz menga nima dedingiz? 24:7 beraman dedingizmi? 24:7 u davom etadi. Rashid aka, ko'ramiz. Aka ovozini o'chirib turing, men sizga gapiryapman aka. Eshitamiz, Sadr bitta eshitqani, Jo'rajon eshit. Sadr eshitay. Yo'q joydan boshqa joydan kelib turib, so'kib, boshqa qilib videolarni qo'yib, rasmni menga farqi yo'q.
Masalanda bu kecha ham qo'ygan. Kim qanaqaligini hamma biladi. Tamam, ma'da bitta hamma erkak to'planib olib, buni ustidan kulib, erkak deyishimi shu? Shunga javob beringlar. Ashuni ustidan hech qaysi birimiz kulmadik. Provokatsiya boshqa, provokatsiya boshqa. Ashuni ustidan kulmadik. Bu azalda bo'lib Men ketdi. turaman buni oldida, men turaman. Sadri eshit jo'ra. Muslim aka, Rashid aka, jon aka bitta Muslim aka bilan gaplashish qilmasdan. Iltimos aka. Bo'ldi, so'kinmaymiz. Muslim aka, azu eshtinglar. Bizlar musulmonmiz. Qaysi erkak rasmini qo'yaman deb Bo'ldi, chantaj siz qiladi. mujiksiz. Bo'ldi, siz mujiksiz, men yamonman, eshiting. Kechadan oldingi kun og'zingiz bilan nima aytdingiz? Mana shuncha xalqni oldiga ayting. Batildan keyin pulni yechib, hammani pulini qaytarib berdim dedingizmi? Yo'q, Aytdingizmi yo'qmi? Mujik bo'lsangiz ayting. yo'q. Aytmadingiz-a? Aldaganda onasi o'lib ketsinmi bolalari bilan? Ha? Aniq ha? Aniq. Rasulov chiqing tepaga. Mujik bo'lsangiz haqiqatni ayting, kecha siz o'sha gruppaga bordingiz Winston aka bilan. Rasulovni ko'taring. Chiqsin. Rasulov mujik bo'lsangiz, Xudodan qo'rqsangiz, mana haqiqatni ayting. Shu paytgacha sizni hech narsaga qo'shmaganman. Haqiqatni ayting. Maskune zaybatayton tushisa shab bo'ladi. Og'zi bilan mana shu odam aytdimi yo'qmi, hammani pulni qaytarib berdim deb. Yo'q, efirba g'undoreton Rashid salom. Yo'q aka, bitta haqiqatni ayting. Jon aka. Bacho, damshiniton bitta eshit Sadri. Rasulov go'y akang ba. Mamajon, Eshtinglar. to bilan in daraja beobriga naqdini hechkaysiz. Aka, mana taklif man aslida tema qildiraman deb 20 Mama go'shkun Sadri. Mardakshami? Bajon, Muramquba, menga manga gap qilishni dakorne, ha? Aka, Iskandar aka, yaxudan beni chanka saspisiz. Hech kim namay chaspat hech kim ba kulturni degan xeng bro degan juba telefon magamiz. Misoton shab boza zaybat teton hech kim. Sadri. Muslimova. Muslimova. Rashid. Assalomu alaykum. O'z bir minut Rashid. Siz yaxshimi Rasulov? Amma yaxshimi tinchmi? Hozir yana janjal bo'ladi buyoqda, bor-ku. Bu yerda yarashish kerak-da hozir. Kerak emas hozir. Yo, mayli. Sadri eshitibsiz meni? Eshitibman sizni. Timi sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum, rahmat. Yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Uydagilar tinchmi? Yaxshi, rahmat. Alhamdulillah. Siz o'zimni musulmonmisiz? Nimaga o'xshabman aka? Yo, musulmonlik siz nimani bilasiz? To'xtang, qani Iskandar aka, ikkalamiz gaplashaylik bitta Lambo aka bilan. Xo'p, aka, alhamdulillah musulmonman. Xo'p, musulmon qanaqa odam bo'lish kerak? Qanaqa odam bo'lish kerak aka? Mana men Siz yo'qlik ish qilayotgandim qilaydigan, o'z mana shu ish qilaydigan ishlar musulmonning ishimi? Kimni ishi aka? Akalar. Yo'q, siz manada siz aytasizki, men hech kim tegmasa tegmaydi. Kechadan beri tema qilyapsiz, men biron joyga chiqib sizni biron narsa dedimmi? Men Muslim akani o'rnidan gapirmayman, boshqasini o'rnidan gapirmayman o'zim uchun. Kecha mana so'kibsiz, mana o'zi yana suratni qo'ydingiz, meni biron joyim kam bo'lmaydi, men biron urodlik joyim yo'q, biron nimam yo'q. Xo'p, maqsadingiz nima? Mana kecha mana shuncha so'kibsiz meni. Qarang. Men sizga aytyapman. Kechadan oldingi kun men Rasulov, Winston aka, Muslim aka telefonda normalga gaplashib o'tirdik. Qarang, eshiting, men sizga aytib beray. Hech qanaqa tema yo'q edi. Yo, temani aytmayapman. Siz eshiting bitta. Hech qanaqa temani aytmayman. Gaplashib o'tirdik, bir-birimizni hurmat qilib, chiroyli. Undan keyin o'sha kuni kechda ana Maftun degan qizni efirga kirsam, nima Aziz gapiryapti. Aziz so'kyapti. Keyin aytayaptiki, so'kyapti-dek, aytayaptiki, Muslim aka deyapti. Sadri, menga buni aytmang. Men Lambo aka, men shu temani aytyapman, sizlarni eshitdingsiz, mana shuni aytaman men. Talab qilyapman. Mana shu o'zingizni haqqingizni aytaman. Siz gapirdingiz, eshitibsam eshiting bitta. Aytayaptiki, Muslim aka deyapti, mana deyapti, yomon odam bo'lganda deyapti, odamlar otiga deyapti, akkaunt ochib deyapti, batl o'ynab o'tirmaydi. Shu haqiqatan yaxshi odam ekanki, unday bunda. Bu deyapti, 42 Sadr deyapti, bu bir chort deyapti, xunuklar deyapti, akalarimiz hammasi deyapti, buni otasini rasmini menga tayinlab bergan, otasi sigaret sotadi, otasi bunday qiladi, xunuklarni hammasi deyapti. Otasini rasmini tayinlab bergan. Siz Filadelfiyada yashaysiz. Men ham Filadelfiya uydagilarim ham Filadelfiyada yashaydilar. Endi qarang. Men o'sha odam indamayapman, so'kmayapman. Eshitib o'tiribman, keyin aytayaptiki, och qolgan bu deyapti, puli yo'q deyapti, akalardan qarzi bor deyapti. Mana sizlar shu yo'da, mana shu narsani aytinglar. Qaysi birlaringiz mana uydagilarimning rasmini tashladingizlar, qaysi birlaringizdan mana $1 qarzim bor? Yo'q. Men savolimga yana qaytaylik. Men sizga nima qildim? Siz Toshtomani suratini qo'yibsiz, kechadan so'kibsiz. Mana aytayapman, xunuklar, akalarim buni otasini rasmini tayladi.
otasi sigaret sotadigan gandon deb so'kyapti deyapman. Xunuklarda siz ham Siz o'tazni kirasizmi? ko'rganmi hayotga? Qarang, xunuklarda siz ham kirasizmi? Men kiraman xunuklarga. Bo'ldi, o'sha xunuklarni o'tdan gapiribdi-ku. Xunuklar nima u xunuklar? Yo'q. Nima Ey. u xunuklar Asu? Şey to'xtang. Qarang, siz qarang. Sizni kim, har kimni gapiga ishonib kelib, birovlardan qanday sпрос qilasiz? Rashid aytsa ishonmasdim. Rashid Ba'zi- aytsa ishonmasdim, Sardor aytsa ishonmasdim. Aziz sizlar paraka uradigan odam. Lambaga yosh bola emassiz-ku. Men yosh bolalik qilmayman, beqas yosh bolalik qilyapsiz. Kechadan beri suratlarni chiqarib. Biza sizga ham o'zga ham aytgandik, Rasulov kelgan joyga ham aytgandik, odam TikTokdan tashqari ko'pga bo'ladi. TikTok bir harom xona, beqqa hech kim haqiqatni topolmaydi. Beqqa ham o'zini foydasini ishlaydigan joy. Bo'ldi tashqari. Lekin siz o'z mana shu yerga akukalik joyligiga nima qilib ketdingiz? Qarang, kecha men mayli rasmni qo'yibman ha. Kecha Uzbek aka sizlar bilan gaplashib keldi, temani yopdik ha. Nimaga men hozir tepaga chiqdimda Muslim aka demadim, Asu demadim, xunuklar demadim. Shu paytgacha stopni bosib keldim, anchasini dalshi bosdim dedim. Srazu Asu uzildi-da, so'kdi. Nimaga to'xta, Asu to'xta, bitta to'xta. Asu to'xta, men gapimni gapirib bo'lay. Mana o'sha men bilaman Muslim aka o'sha yerda o'tirganlarni men ko'rib o'tirdim tapchkadan. Nimaga agar mana shu Muslim aka kecha mana yarashgan bo'lsak, hamma narsa jim bo'lgan bo'lsa, nimaga Muslim aka shunday chiqib aytmadiki, Asu ha, mayli u gapirdimi, bizani ismimizni aytgani yo'q, yo biza unga qarshi paraka urganimiz yo'q, bizani unga yomonligimiz yo'q, kecha biza kelishib oldik. Gapirma uni so'kma deb aytdi. Mayli men yosh bola, mana aybim, men so'kdim, men hamma narsa qildim. Muslim aka yoshi katta-ku, qanatkasi mendan yaxshidir. Dakansa urmaganlar Erkaklar gaplashaylik. Erkaklar gaplashaylik. Asu bitta erkaklar gaplashaylik. Sadri. O Lamboga eshitaman. Man qarangda sizga odamda gapiraman. Mana siz o'z mani fe'l raftorimni bilasiz. 24 ga yetti gapirib kelgan joyimiz bor. Shunday? Shunda mani xarakterimni bilasiz. Eng yomon ko'rgan joyim mana shu chiqib, u bo'ldi, bu bo'ldi deganga. Kecha yomon ishni zoti gapirdingiz. Lekin men bir og'iz o'shandan ham keyin ham Rasulovga ham innaganim yo'q, sizni ham biror narsa deganim yo'q. Siz menga hech kim tegmasa tegmayman deysiz, lekin o'zingiz birinchi birovda agar o'tiga tosh taylab, keyin o'ttirasiz. Yo'q, men undan niyatga taylamagandim. Mening niyatim boshqa edi, mening maqsadim boshqa edi. Men Azizda nima deganiga ishim yo'q. Men uni og'ziga qalavurlik qilolmayman. U har dof xunuklar desa-ki, ha bo'ldi, bular значит shunaqa edi yo'qlar deysizmi? U videoshi, u pulini ishlaydi. Boshqa videochilar ham pulini ishlaydi. Bundan oldin ham Bobirlar ular kimlar ham sizda da'vat qilib maqsadi nima edi? Pul ishlash deb o'zi ham aytibsiz. Mana mujikcha Yana nima uchun shayqa kelib o'zi uni o'zini sizlar yopishlaring kerak deyapti. Men qani birovda o'zini yopaman. Savolingizga javob beraymi? Mani savolimga siz boshidan javob bermayapsiz. Strelkani burayapsiz. Mana shu savolingizga javob beraman. Mana shu savolingizga nimaga meni suratimni qo'ydingiz? Bitta shu savolga javob so'rayman. Qarang, sizni so'kkanimning sababi birinchisi o'sha Aziz xunuklar degan gapga. Nomerim yo'qmi sizga, Sadri? Nomerim yo'q. Men sizni eshitdim-ku, akang sizdan mana eshitding? Men sizni eshitdim, hurmat qilib eshitdim. Sababini aytmayman. Nima uchun? Aka Iskandar aka, jon aka 1 sekund. Aytdim, mana shu Azizni gapiga men sizni rasmingizni ham qo'ydim, so'kdim. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana mayli men yosh bolalik qilayotgandirman, mayli men ko'tdirman, sizlar mujikdirsizlar. Mayli men yomon, men och qolganman, sizlar millionersizlar, mayli. Eshting, aka, siz bitta eshting. Men yerda yasamayapman. Qarang, nimaga men padaka urayotgan odamlar birontasi chiqib Rasulov yo Lambo yo Muslim yo Asu demaydi. Nimaga? Men chunki aytganman, Sardor deganman. Agar men senga kirganimdan keyin biron marta xunuklarni otini olsang, men seni efiringga kirmayman ham, boshqa salom alaykum qilmayman degan. Yo ishonmayman desang, Tesla akani chaqirib, men shu gapimni isbotlab beraman. Akalar, bu yerda maqsad yarashishku. Men gapimni Sadri, Lambo, Muslim aka. Qag'dan kelib, qag'dan ketyapti. Eshtinglar bitta. Qarang, siz quloq soling, Sardor bizada nima uchun so'ksin, nima uchun bizada gapirsin? U odam bizaga nimaga so'kyapti? Aziz nimaga so'kyapti? Azizga nima qildim men? Aslida qo'llaringiz, jajdalaring bo'lsa bizaga nima berdi? Rashtaga men sizga yomonligim bormi? Siz meni so'kasizmi? Yo'q aka, eshtinglar bitta. Lambo tema o'zgarib ketdi-da. To'xta. Asu, eshtinglar meni bitta. Sadri meni eshit, men Asu bilan akalar bilan bir-birlaring uchun Alloh uchun yarashalasizlar, mayli. Division bu birinchi bo'lmasa. Yo'q, men yarashmayman. Men qarang, men yarashmayman, lekin men mayli. Men mayli, mana shu Rasulovning hurmati Asuning narsalarini olib taylayman.